Diqqat! Prezident farmoni xalq uchun ajoyib xushxabar hozirgina rasman e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident farmoni 2026-yil 1-fevraldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalardagi yoshlarga quyidagi imtiyozlar beriladi. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmatni bepul o'tash tartibi joriy etiladi. Yoshlar daftari jamg'armalari orqali avtotransportlarda haydovchilarni tayyorlash, o'quv kursi xarajatlarini qoplash bo'yicha subsidiya haydovchilik guvohnomasining A, B, D va DE toifalarini olish uchun to'lab beriladi, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni do'st va yaqinlaringizga ham yuborib, ularni ham xursand qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.